Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga quyosh kollektorlari haqida ozgina ma'lumot bermoqchimiz. Bizga telefon qilishyapti-da, quyosh kollektorlarini qanaqasini tanlaganim yaxshi, xonadonga o'zimni uyimga olaman. Deylik, ikkita hammomim bor, uchta hammomim bor. Qanaqasini qo'yganim yaxshi deb so'rashyapti. Buni quyosh kollektorini olib kiradiganchilarning tilida gapirganda, naporniy, beznaporniy degan modellari bor. Naporniy nima, beznaporniy nima? Avvalambor shuni o'zini bilib olish kerak-da. Naporniy degani, napor bu bosim, davleniya. Ya'ni ichida, mana shu bakka ichida bakka o'zi davleniya ushlab tura oladigan bo'ladi-da. Ko'chadan kirayotgan davleniyani bakka ichiga sovuq suv kiradigan tarafiga yo'lanadi. Issiq suv chiqadigan tarafidan o'sha yerdan olib, issiq suv tarafga olib borib ulab qo'yiladi-da. Naporniysini birinchidan afzallik tarafi ko'chadan qanaqa davleniya kelayotgan bo'lsa, o'sha davleniyani bakka ichiga olib kirib ulab qo'ya olasiz. O'zini himoya klapani bo'ladi 6 bargacha. Agarda suvni bosimi deylik, agarda oshib ketib qolsa 6 bardan o'zini o'zi himoya qilish uchun zrivnoy klapan ishlab, ichidagi issig'ini tashqariga to'kib yuboradi. Agarda yo'liga расширительный bak qo'yilsa, ya'ni o'sha ichidagi suv qiziganda kengayadi, kengayishiga sharoit qilib beradigan qilib расширительный bak qo'yilsa, buning ichidagi suv ham qaynab tashqariga oqib ketmaydi. Endi beznaporniy qanaqa? Beznaporniyni qanaqa afzalligi bor desanglar, misol uchun beznaporniy buni alohida ichida sensorli kabeli bo'ladi, suvni urvinni ko'radigan, o'zini o'sha haroratini ko'rib turadigan sensorli kabeli bo'ladi. O'sha kabeldan suvni bakka o'zini tepasigacha to'lganidan keyin ichkariga suv kirgizishi bu yoqda maxsus klapan o'chirib qo'yadi. Elektromagnitnik klapan deydi ustalarning tilida. O'sha klapan o'chib qoladi. O'chgandan keyin buning ichida davleniya hosil bo'lmaydi. Suv mana shu kirganida necha litrli bak bo'lsa, o'zini og'irligida turadi. Yili misol uchun 200 litrli bak bo'lsa, ichkariga suv sig'imi 200 litr kirganidan keyin bo'ldi. Boshqa suv kirmaydi. O'sha bakda suv o'zi muallaq o'zini og'irligida turadi. Ichkarida bosim bo'lmaydi. Suv muallaq turadi. O'zbekchasiga aytganda shunaqa bo'lib turadi. Endi undan suvni tushishi qanaqa bo'ladi desanglar, issiq suv tarafidan turba tortib olib borilib, bakka ulanib, issiq suv tushadigan joydan olib borilib, issiq suv liniyasiga ulab qo'yiladi-da. Suv buni ichidan, ya'ni beznaporniyning ichidan samoxodim, ya'ni o'zini og'irligida tushib keladi foydalanishga-da. O'zini og'irligida tushib kelgandan keyin samasaboy bu yerda past davleniya bo'lib qoladi issiq suvda. Endi buni davleniyasini, bosimini oshirish uchun alohida yo'liga nasos qo'yish kerak bo'ladi, davleniya qilib beradigan. Alohida yo'liga qo'yiladigan nasosni ham maxsus nasos tanlamasanglar, ya'ni buning ichida harorat go'da yozgi kunda juda ham baland bo'lib ketib qolishi mumkin, 85-90 gradus. Bu yoqdagi nasos ham o'sha 85-90 gradusni hayday oladigan, baland haroratda ishlay oladigan nasos bo'lishi kerak. Endi beznaporniyga ko'pchilik yopishyapti, boshida arzon bo'ladi bu. Arzon bo'ladi, oladi, uyga qo'yyapti-da, telefon qilishyapti-da, naporniy so'nishligim yaxshi ishlamayapti deb telefon qilib ko'rib bering, tuzatib bering deb telefon qilishyapti-da, juda ham ko'pchilikda. O'zi aslida bo'lsa, nimaga ishlamayapti? O'sha davleniya yo'ligi uchun issiq suvdan bemalol maza qilib foydalanish olmayapti. Endi men o'zim tavsiya qilardim, agarda erinmasanglar, o'sha puldan ozgina puldan qochmasanglar, tinchgina xonadonga naporniy olgan yaxshi. Misol uchun 2-3 tagacha naporniy so'nishli kollektor arzonga tushadi uy egasiga. Bir xil rasxod bo'ladi beznaporniy bilan. Chunki beznaporniyni sotib olasiz, uni o'rnatishga alohida o'zini talablari bor. Yo'liga maxsus nasos o'rnatasiz. Yaxshi nasosni o'zi ham $200 kam turmaydi. Chistotning yaxshi nasoslar. Ularni pullarini qo'shganingizda qaytangi naporniy sizlarga arzonroqga tushadi. Undan ko'rasi xonadonga bo'lsa, naporniy so'nishli kollektor tanlaganinglar yaxshi. Endi yana bitta joyda shunaqa holat bo'lyapti. Mana misol uchun bundan kelayotgan deylik, siz xonadoningizga beznaporniy so'nishli kollektor oldingiz, tomingizga o'rnatdingiz, yo'liga mayli nasos qo'yaman dedingiz, nasosni ham o'rnatdingiz. Lekin tasavvur qiling, siz o'rnatgan nasos 1,5-2 atmosfera davleniya beradi. 1,5-2 atmosfera. 2 atmosfera davleniya bersa, ko'chadan kirib kelayotgan suvni bosimi bo'lsa 1 atmosfera yoki 1 atmosferadan sal balandroq. Smesitelni ochgan paytingizda
qaysi tomonda suvni bosimi baland bo'lsa, bosim past tarafni itaraveradi orqaga. Ya'ni ko'pchilik aytayapti, nasosni qo'ydim, foydalanyapman deyapti, smesitrni ochgan paytimda deyapti, menga suv isib ketib qolyapti deyapti-da, maza qilib cho'mila olmayapman deyapti. Shuning uchun ko'chadan kirib kelayotgan sovuq suvni yo'liga alohida обратный klapan qo'yib ketish kerak. Ko'pchilikning uyida bunaqa обратный klapan qo'yilmagan. Shuning uchun foydalanayotganda noqulay haroratdagi suv borib qolyapti. Yana bitta qizuv joyini aytish esimdan chiqib qoldi. Endi hammaga puli qizuv. Nimaga men o'zi naporni qo'yinglar deyapman. Xo'p. Naporni sonlashning kollektor ko'pincha o'zi xonadonga 200 litrli sonlashning kollektor qo'yishadi. Naporni sonlashning kollektori 200 litrligi $600 sotilyapti hozirgi kunda. Shu yaxshilari 610, 620 har xil endi misol uchun mana 200 litrligida. Bez naporni nech pul desanglar, bez naporni $450 atrofida 200 litrligi. Endi $450 ga olasiz, bez napor bo'lganning hisobiga yo'liga sizga давление qilib beradigan nasos olishingiz kerak. Nasosi yaxshisi, chistotnisi, baland haroratda ishlaydiganning o'zi tan narxi $200. O'sha 450 ga 200 ni qo'shadigan bo'lsangiz $650 bo'lyapti. Undan tashqari quruq nasosni o'zini olishingiz bilan ish bitmaydi. Yo'liga qo'yiladigan zapchaslari, narsalari, undan tashqari misol uchun usta ham bitta sonlashning kollektorni o'rnatmayapti-da, uni o'rnatib qo'shimchasiga yo'liga yana nasos ham qo'yib beryapti. Xizmatini pulida ham bez napornini o'rnatish qimmatroqga tushadi sizga. Napornini olsangiz, o'sha uyingizda suvni davleniyasi yaxshi bo'lsa, shunda tomga o'rnatasiz, sovuq suvni ulaysiz, issiq suvni olib tushib, issiq suvni yo'liga ulab qo'yasiz. Mana shu sovuq suvni kirib kelayotgan davleniyasi 1,5 atmosfera bo'lsa yoki o'sha 2 atmosfera bo'lsa, hamma yog'inglarda 2 atmosferali davleniya hosil bo'lib ishlayveradi. Tizim yaxshi ishlaydi. Bez napornini yana bitta katta minus tarafi bor. Bez napornini mana shu shishasining ichiga suv kiradi. Agarda birorta shisha qanaqadir holatda sinib qolsa, bo'ldi, bu bakdan foydalanib bo'lmaydi. Bez napornida. Napornida bo'lsa, shishaning ichida maxsus gilza bo'ladi, mis bo'ladi. U bu yoqqa suv kirmaydi. Ichkarida maxsus gilzani qizdirganning hisobiga ichidagi bakdagi suv isiydi. O'shanga buni shishasi sinib qolsa ham, qolgan shishalar butun bo'lib turganning hisobiga buni ichidagi suv isiyaveradi. Shunda kolbasini olib turib, boshqa kolba qo'yib qo'ysa bo'ldi. Bez napornida bo'lsa, shishasi sinsa ham ertaga sonlashning kollektoringiz ishlamay qoladi. Shu joylarga e'tiborli bo'linglar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosinglar, bir-biringizga, tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar. Mana shunaqa sonlashning kollektor tanlayotganda narxi arzonrog'iga uchib turib aldanib qolishmasin. O'zligini uyligiga olishayotgan bo'lsa yoki ishxonaga olishayotgan bo'lsa, bitta, ikkita model olishayotgan bo'lsa, tinchgina puldan qochmasdan naporniy modelni tanlashsin.